Assalomu alaykum. Quyidagi integralni hisoblaymiz. Integral chegarasi 0 dan 1 gacha. Integral ostidagi funksiya x ko'paytirilgan kub ildizi ostida 1 minus x kub dx. Bu integralni hisoblash uchun gamma va beta funksiya ta'riflari va ularning xossalarini bilishimiz kerak. Gamma p teng integral chegarasi 0 dan cheksizlikgacha x ning darajasi p minus 1 ko'paytirilgan y ni minus x dx. Bu birinchi formula bo'lsin. Ikkinchi beta funksiya. Beta p q teng integral 0 dan 1 gacha x ning p minus 1 ko'paytirilgan 1 minus x ni q minus 1 dx. Bu ikkinchi formula bo'lsin. Gamma 1 plus p teng p ko'paytirilgan gamma p bu uchinchi formula bo'lsin. Gamma p ko'paytirilgan gamma 1 minus p teng pi bo'lingan sinus pi ko'paytiruv p. Bu to'rtinchi formula bo'lsin. Bu yerda p butun son emas. Va beta funksiya hamda gamma funksiya orasidagi bog'lanish formulasi beta p q teng kasr chizig'i suratda gamma p ko'paytirilgan gamma q bo'lingan gamma p plus q. Bu 5-chi formula bo'lsin. Endi berilgan integralni hisoblashga o'tamiz. Integral 0 dan 1 gacha x kub ildiz ostida 1 minus x kub dx. Bu yerda x kub y bo'lsin. U holda x teng y ning 1 taqsim 3 darajasi. Dx esa 1 taqsim 3 y ning minus 2 taqsim 3 darajasi dy. Integral chegaralari o'zgarmaydi. 0 dan 1 gacha integral chegarasi va x ning o'rniga y 1 taqsim 3 1 minus y ning 1 taqsim 3 darajasi va ko'paytirilgan 1 taqsim 3 y ning minus 2 taqsim 3 darajasi dy. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 3 integral 0 dan 1 gacha y ning minus 1 taqsim 3 darajasi ko'paytirilgan 1 minus y ning 1 taqsim 3 dy. Endi bu beta funksiyaga keladi. Demak 1 taqsim 3 beta p minus 1 o'rnida minus 1 taqsim 3. Shuning uchun bu yerda beta 2 taqsim 3 hamda q minus 1 o'rnida 1 taqsim 3 bo'lganligi uchun u 4 taqsim 3 ga teng. Endi gamma funksiya bilan bog'lanish formulasi, ya'ni 5-chi formulaga qo'yamiz. Bu yerda gamma 2 taqsim 3 ko'paytirilgan gamma 4 taqsim 3 bo'lingan gamma 2 taqsim 3 ni 4 taqsim 3 ga qo'shsak bu 2 ga teng bo'ladi. Bu teng 1 taqsim 3 ko'paytirilgan gamma 2 bu 1 faktorialga teng. Ya'ni u 1 ga teng. Gamma 2 taqsim 3 yozamiz. Hamda 4 taqsim 3 ning o'rniga gamma 1 plus 1 taqsim 3
deb yozamiz. U holda bu teng bo'ladi 1/3 ko'paytirilgan gamma 2/3 va gamma 1 plus 1/3 bu uchinchi formulaga qo'ysak, u holda 1/3 ko'paytirilgan gamma 1 minus 2/3 bo'ladi. U holda bu teng bo'ladi 1/9 gamma 2/3 ko'paytirilgan gamma 1 minus 2/3 bu teng bo'ladi. Bu 4-chi formulaga ko'ra 1/9 ko'paytirilgan pi bo'lingan sinus 2pi/3 bu teng bo'ladi 2pi bo'lingan 9 ko'paytiruv kvadrat ildiz ostida 3. E'tiboringiz uchun rahmat.